Hammaga assalomu alaykum. Mana Xudo xohlasa bugun bir amallab yana bitta darslikni boshlaymiz. Bu oldingilardan ham yana qiziqroq bo'lishi uchun sizlarga PDFda yasadim buni. Что vizual tushuntirish uchun. Bugun biza o'rganadigan narsamiz post training, ya'ni o'qitishdan keyingi sozlash, ya'ni bu fine tuning deyiladi. Mana shu haqida o'tamiz. Bu kitobimizni 23-sahifasida 161 bo'limida уже 161 bo'limida ketadi. Mana bu tarjima qilib chiqqanman va o'qib chiqqanman. Bu ko'rasizlar juda ham yurakni siqadigan o'sha zerikarli, darajada zerikarli bo'lgani uchun buni hammasini yana o'sha AI bilan mana gammada vizual qildim, что yana ham qiziqarli va tushunish osonroq bo'lishi uchun. Va mana bitta o'zida mana shu boyagina tarjimasi kitobdagi sahifamiz. Xudo xohlasa sekin-sekin qismga bo'lib o'tishni ovozini eshityaptim. Tak qismlarga bo'lib o'tishni boshlaymiz. Tak. Nima bu? Menda nimadir eshitilib ketdi. Okey. Xullas, men asosan videolarda ahamiyat qilsangiz, bu videomizda mana Google Colab orqali o'sha kod yozish qismida ham o'tib ketganmiz bu narsalarni albatta, lekin men уже mana bu AIlar rivojlanib o'sha cloudga chiqib ketgandan keyin kod yozish qismiga unaqa ko'p to'xtalmayman, chunki bu JavaScript yoki boshqa tillarni o'rgatadigan video emas, bu AIni o'rganadigan tadqiq qiluvchi video bo'lgani uchun biz asosan faqat diagrammlardan o'sha nima deydi, arxitekturniy vizual ko'rinishlardan foydalanib sizga umumiy ma'lumotni tushuntirishga harakat qilaman. Mana misol uchun mana bu yerdagi narsalar, bu orqasida hammasini o'sha kodlar bor, kodlar bilan qilinadi, yasaladi bu narsalar. Bu mani maqsadim umumiy kartinani sizlarga tushuntirish va o'zim ham tushunib keyin tushuntirish. Ularni o'sha kod yozish qismini mendan ham bir вообще bilmayman, juda kuchli dasturchidan ham ko'ra hozir juda ham tez shu AIlar yozib beradi. Hozir vazifa faqat umumiy kartinani tushunish bo'lgani uchun mana shu kartinani tushunishga biz vaqtni ishlatamiz. Ya'ni lekin siz tomonidan qilinadigan narsa bu mana shu umumiy dasturlash teoriyasini o'rganib olsangiz, любой tilda любой narsa yozib ketaverasiz. Faqatgina umumiy kartinani ongli ravishda tushunsangiz. Shunaqa. Xo'p, biza bugungi darsimizda birinchi shu kursni olishim kerak. Haqiqiy istuvchilarni mana bu ko'rsatdim. Kanalda shu tarjima qilib o'tganlarim. Bu yerda hali yana ancha bor. Mani juda ham borgan sari xursand qilib va qiziqtirayotgan narsa, biz hali kitobni yarmiga ham kelganimiz yo'q bu yoqda. Tak tekshirib oling. Вот, yarmiga ham kelmadik. Mana mashinchasidamiz, lekin уже menga qiziq tuyulyapti bu. Shu hozir ko'rsataman nimagaligini. Shunaqa. Bugun biz mana shularni vizual chiqaramiz. Fine tuning va post training LLMlarni moslashtirish usullari haqida darsligimiz va bu darslikda biz Google Colab'ni ishlatib o'sha fine tuning LLMni stomatologiya klinikasiga qo'ldan kelgancha moslashtirib yasab sizga ko'rsataman. Yasab bo'ldim уже. Yarim kun, bir kun vaqtim ketib qoldi. 100 mingta misolni mana bu yerda hozir ko'rsataman sizga. Mana bu dental o'sha 100 mingta JSON formatda misollar randomniy o'sha generatsiya qilib, mana bu yerda man dentalni o'sha berganman, shuni ustida mashq qilgin deganman. O'qitishga juda ko'p vaqt ketib qoldi. Biz odatda o'rganganmiz mana ChatGPT, boshqa DeepSeek, Cloudlar juda tez bizga javob qaytaradi. Buning sababi bu o'sha uni orqasida gigantlar turibdi. Lekin bunaqa fine tuning qilishda, bir narsaga ixtisoslashtirishda asosiy o'sha modelni olib turib, uni bir kichik qismini moslashtirishda oddiy kompyuterlar, mani noutbukim ham ko'taradi, lekin men yuklanishni noutbukimga berish xohlamaganim uchun
o'sha onlayn platformadagi Google Colab'da ishlatdim. Mana shu bu bizaga beradi. Bir 15 gigabayt RAM и 112 gigabayt xotira shunaqa. Bularni hali man boya mana bu yerda hamma уже protsess tugab bo'lgan. Faqat hozir mana bular yarim-yarim bo'lib turibdi. Lekin umumiy o'qitish 100 mingta misolni o'qitirish vaqtida mana bu yashil chiziqchalar, mana bu GPU, RAM shular juda ko'tarilib ketgan edi. Shunaqa ya'ni kichkinagina narsani qilish uchun ham o'zi katta video kartalar, o'sha texnikalar o'zi talab qilinadi asosan. Bahonalarimni aytib bo'ldim, endi darsga o'tamiz. Katta til modellarini aniq vazifaga moslashtirish. Bular mana bu SFT, LoRa, Q, LoRa mana shular kiradi ichiga. Biza bu yerda mana eng kichkina, eng kam o'sha nima deydi, xarajat qilinadigan yo'lini tanlaganmiz. Просто misol ko'rsatib berishim kerak darslikda, shuning uchun bu SFTni qilganmiz. Bu ya'ni supervised fine tuning. Mana shuni biz qilganmiz. Hozir ko'rsaman nimaligini. Birinchi bir boshdan o'tamiz. LLM tayyorgarligining 3 ta asosiy bosqichi. Mana shu ma'lumotlar bu kitobdan olinyapti, ya'ni mana shu kitobdan olingan. Bu kitob o'zini o'qib bersam ham Canva'da juda zerikarli va tushunarsiz bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun men sizga vizual buni ko'rsatyapman. Har bir katta til modeli 3 ta ketma-ket bosqichdan o'tadi. Pre-training, umumiy bilimlarni shakllantirish, buni biz qilolmaymiz, oddiy odam qilolmaydi. Shu katta gigantlar, OpenAI shular qiladi o'zi. SFT ko'rsatmalarga rioya qilishni o'rgatish. Bu mana shu biza qo'lda qilishimiz mumkin bo'lgan, minimum qilishimiz mumkin bo'lgan narsa, lekin bu ham katta resurs talab qiladi. RLHF xavfsiz va insoniy xulq-atvorni ta'minlash fine tuning post trainingning bir qismi hisoblanadi. Mana biz qiladigan hozir bajaradigan qismimiz mana shu supervised fine tuning model prompt javob juftliklari asosida o'qitiladi. Bu jarayon modelga ko'rsatmalarga aniq amal qilish qobiliyatini beradi. Dataset xilma-xilligi juda muhim. Ya'ni ma'lumotlar ko'pligi muhim. Ishonasizlarmi, men birinchi 500 ta misolga o'qitib ko'rdim, kecha bo'lmadi. Bir tenga qimmat 1000 ta misolga o'qitib ko'rdim. O'sha ya'ni stomatologiyada olib qaraydigan bo'lsak, o'shani misol qiladigan bo'lsak, stomatologni mijoz bilan bo'lgan shifokor va mijozning suhbati bor, dialogi. Mana shundan 500 ta misol, 1000 ta misol, 5000 ta misol bo'lmadi. Oxiri 100 mingta misol shu Pythonda generatsiya qilib randomniy 100 mingta misol o'qitdim. Hozir tugatdim. O'shanga tezroq videoni olyapman. Shuning uchun dataset xilma-xilligi juda muhim deyapti. Ya'ni o'qitilish uchun ma'lumot ko'p kerak deyapti. Agar faqat bitta vazifa bilan o'qitilsa, model avvalgi bilimlarni unutishi mumkin. Maqsad ko'rsatmalarga aniq va to'g'ri rioya qilishni o'rgatish. Bu o'sha dataset xilma-xil so'rov-javob juftliklari bir tomonlama bo'lmasligi kerak. Har xil, to есть fine tuningni o'sha xarakter berish deb aytsak ham bo'ladi. U umumiy xarakterni tushunib olish uchun ma'lumot bir xil bo'lishi kerak emas. Har xil informatsiyani yeyish kerak, xullas, olish kerak. Xavf katastrofik forgetting, eski bilimlarni yo'qotish ehtimoli bor. Bitta amaliy misol stomatologiya chatboti o'qitish dataseti. Bemor so'rovi ertaga soat 10 ga yozilmoqchiman. Javob: soat 10 ga bo'sh vaqt bor, tasdiqlaysizmi? Tishim og'riyapti, nima qilishim kerak? Darhol klinika murojaat qiling. Xuddi shunaqa javob beradi. Model shu misollardan o'rganib, bemorlarning turli savollariga javob bera oladi. Dataset qanchalik xilma-xil bo'lsa, model shunchalik yaxshi ishlaydi. Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Undan oldin biz barcha qismlarni hozir sizga ko'rsatib chiqaman. Bu parametr efficient fine tuning nima uchun bu kerak? Katta modelni to'liq sozlash juda qimmat va resurs talab qiladi. Masalan, Llama 370B modelini to'liq fine tuning qilish uchun 80 gigabayt GPU xotira va ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bunga qo'shilaman, chunki men eng kichkina minimal variantini qilganim o'zida yarim kun, bir kundan vaqtim ketib qoldi. Shunda ham Google Colab orqali qilganimda. Tak,
xotira talabi 3-4 barobar vaqt kerak bo'ladi. Mana bu PAFT usullari o'rganiladigan parametrlar sonini keskin kamaytiradi. Natijada xotira 3-4 barobar kamayar ekan, trening vaqti qisqaradi, inference tezligi o'zgarmaydi. Natija to'liq fine tuning bilan teng. Bilet o'zi shuni qilsam bo'lar ekan. LoRa, Low Rank Adaptation yakuniy chiqish original natija bilan mos keladi. Asosiy og'irliklar katta muzlatilgan matritsa ma'lumotlarni aytyapti. Adapter, B-adapter kichik o'rganiladigan qayta tiklovchi matritsa, A-adapter kichik o'rganiladigan aylantiruvchi matritsa. Bularni nimaligini skrinshot qilib olib, Google'dan yoki AIdan yana so'rab olsangiz bo'ladi. Asosiy og'irligi muzlatiladi. Yoniga kichik adapter matritsalar qo'shiladi. Bu adapterlar faqat o'rganish jarayonida yangilanadi. Asosiy model esa o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni umumiy katta nima deydi, yadroni muzlatib qo'yilib, faqat kerak qismlarigina o'qitiladi degan ma'noda ketyapti. Bu yerda parametrlar kamayishi, GPU xotira tejami o'zgarishsiz qoladi. Shunaqa. Quantizate LoRa. LoRa kvantlash. LoRa modeli og'irliklarni 4-8 bitgacha tushiradi. Bu xotira qarab ko'ramiz. Okey. Bu xotirani tejamini yanada oshiradi, lekin o'qitish biroz sekinlashadi. Vaqt ko'p ketadi. LoRa 16 bit og'irliklar tezroq trening. Men mana shu fine tuningda LoRani ishlatdim. Hali ko'rsataman uni. QLoRa 4 bit og'irliklar kamroq xotira chiqqan model tezroq ishlaydi. Ikkalasi natijasi deyarli bir xil deyapti. LoRa resurs cheklangan muhitda eng optimal variant. LoRa tezroq o'qitish, ko'p GPU xotira, kamroq GPU xotira, tezroq inferensiya. O'zi shuni olsam bo'lar ekan. Eng qiyin yo'nalma. LoRa amaliy misol stomatologiyada Llama 3 kabi katta asosiy modelni muzlatib, unga kichik LoRa adapterda mana buni yasayotganimda o'sha adapter tayyor deb chiqdi. To есть adapter ham yasab berildi o'sha vaqtda. Muzlatib unga kichik LoRa adapteri biriktiramiz. Bu adapterni faqat klinikaga oid 5000 ta so'rov-javob juftliklariga o'qitamiz. Asosiy model Llama 3 muzlatilgan o'zgarishsiz. LoRa faqat 5000 ta klinikaga oid juftliklar o'qitiladi. Natija 80 GB o'rniga atigi 25 GB yetarli. Model stomatologiya sohasiga professional javob beradi. 25 GB to'g'ri, chunki mana bu yerda umumiy 50 GB xotira GPU kam ishlatdim. Bu yerda to'g'ri edi. Tak. Preference tuning modelni aqlli SFT modelni aqlli qiladi, lekin insoniy va xavfsiz qilish uchun preference tuning kerak. Tak. Inson ikkita javobdan yaxshisini tanlaydi. Model shu asosida o'rganadi. Murakkab va qimmat, lekin eng ishonchli. Buni biz qila olmaymiz hozirgi sharoitimizda. GPO RLHF ning murakkab jarayonini chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri afzalliklarga qarab o'rganadi. Oddiyroq va tejamkor. DeepSeek usuli, mana bu GRPO DeepSeek usuli bir nechta javoblar yaratib, ularni bir-biriga nisbatan baholaydi, o'zini o'zi mukammallashtiradi. Okey. CPT Continued Pre-training davomiy oldindan o'qitish modelni butunlay yangi sohaga, masalan, tibbiyot yoki huquq o'rgatish uchun qo'llaniladi. Juda ko'p ma'lumot, vaqt va resurs talab qiladi. Bloomberg misoli CPT qildi, lekin Foundation modelini o'zi yaxshiroq ishladi. Hozir deyarli ishlatilmaydi. CFT plus LoRa kombinatsiyasi ko'p hollarda yetarli. Mana men hozir qilgan narsam mana shuni praktikada qilib ko'rdim. CFT bilan LoRani. Shunaqa. Ya'ni bu yerda gap ketyaptiki, misol uchun yana ham sodda qilib aytadigan bo'lsam, gap nimada ketyapti? Katta mana shu modellar ular juda ham keng tarmoqli, keng qamrovli.
ularni o'zingizga ixtisoslashtirish uchun xuddi moshinani tuning qilasiz-ku, shunaqa tuning qilasiz. Bu shunaqa deyapti o'zi ma'nosida. Ya'ni misol bizda GM bor. GM moshina ishlab chiqaradi. E, U standart o'sha moshina xavfsizligi uchun e, talab qilinadigan standartlar bilan moshinani yasaydi. Deylik, bizada misol endi o'zimiz ham darajaga o'sha nisbatan aytganda misol bilmayman Cobalt yoki Nexia'ni Cobalt deylik, Cobaltni o'sha ishlab chiqaradi. U ko'plar norozi, lekin o'zi xohlaganidek bo'lmagani uchun uni o'zini istagiga ixtisoslashtirish uchun uni tuning qiladi. Bundoq olib qarasa o'zi shunaqa katta AI modellar ham shunaqa, ular o'zini o'sha standartlari, talablari, xavfsizlik, har xil balotar narsalari bor. Lekin uni misol stomatologiyaga yoki boshqa real qanaqadir bizneslarga, boshqa o'zingizni maqsadingiz uchun uni tuning qilishingiz kerak. Bu yerda shu gap ketyapti. Lekin bu ko'p resurs talab qiladigan ish ekan. Hech man eng kichkinasini qilib ko'rganimda. Keling, mana shu o'chib qolmasdan oldin tezroq mana sizga ko'rsatib olaman nima bo'lganini. 9 qadamli o'sha bu yerda kodni yozib chiqaman. Mana emas, AI yozib berdi. O'sha men просто qo'ydim. Nima qilganman bu yerda barcha kerak kutubxona birinchi Google Colab nimaligini mana shu sizga aytib olishim kerak o'zi. Colab Google Colab deb yozsangiz chiqadi. Buni ko'pchilik bilsa ham kerak. То есть bu sizga bizaga tekinga o'sha как onlayn virtual kompyuter beradi, lekin juda ham cheklangan buni anonsi imkoniyatlari, chunki tekin versiyasi. Agar buni pulli versiyasini sotsak, уже нормальный. Tekin versiyasida mana 110 gigabayt, 15 gigabayt RAM, system RAM 12 gigabayt shunaqalar beradi va bu 12 soat ishlaydi faqat. Bu уже men 3-4-akkauntim bilan qildim, chunki kechadan beri o'qitishga harakat qildim, xato chiqardi, vaqt o'tib qolgani uchun уже u akkauntimda ham tugadi, pul to'ladiyapti, u bo'lmaydi. Shuning uchun oxirgisini o'xshagani uchun tez olman videoni. Virtual kompyuterda qilib oldik 9 qadamdan, ya'ni fine tuning qildik LoRa bilan birgalikda. Bunda bizaga bitta tekin AI IP kerak, ama Gemini yoki mana bu nima deydi, Open AI'ni ChatGPT'ni IP'lar pulli. O'shanga tekin mana Cerebras IP deb yozsangiz chiqadi. Mana shu tekin ekan, shuni olib oldim. Keyin uni ko'rinmaydi. Mana bu yerga joylab olasiz, mana kalit degan joyiga и всё. Так что вот. Keyin kerakli narsani buni Telegram kanalida tashlab qo'yaman, mana shu kodni, agar vaqtim bo'lganda keyinroq. Kim agar endi yillab o'tirib kimgadir bu qiziq bo'lib qolsa, menimcha hozirgi hal bera qiziq emas, chunki o'zi yaqinda boshladim. Shunaqa e-botda mana ishlayapti. Bitta misol faylidan muvaffaqiyatli yuklandi, ya'ni 100 mingta misolni yuklab olib, bu mana shu virtual kompyuter LoRa modeli bilan nima deydi, o'qitilgan. Undan keyin mana bu yerda hamma etaplar o'xshadi. Bu o'xshagani mana LoRa modeli tayyor. O'qitilgan parametrlar soni 29.884 ming va 29.884 ming adashmasam. Shunaqa. Ya'ni boya adapter haqida gap ketganda LoRa modeli shu mana buni aytdi. Qani edi? Adapter beradi deb aytdi-ku. LoRa adapter, mana shu narsa haqida gap ketdi bu yerda. Вот. Bularni ketma-ket yozib aniq qilishga vaqt ishlatgim kelmayapti, chunki ko'p vaqt ketdi. Shunaqa. Undan keyin biz nima qildik? Mana bu yerda уже o'qitishni boshladik. Mana bu yerda bu o'sha soni 5000 ta misol bilan o'qitilgan, ya'ni lekin umumiy o'zi mana bu yerda 100 mingta uni qismlarga bo'lib qilib bergani 5000 tadan bo'lgan. Mashina o'ziga ham 1-2 soat vaqt ketdi. Atak kecha вообще undan ko'p vaqt ketgan edi. Блядь, qani. И вот fine tuning yakunlandi, xudoga shukr dedim. LoRa adapteri papkasiga saqlandi. Ya'ni boya mana bu yerda biza bergan stomatologiyadagi o'sha mijoz bilan shifokorning suhbatlaridagi o'sha suhbatini ma'lumotlari joylangan JSON format. Juda qiyin gapira oldim, menimcha. Nima edi? LoRa bilan
o'sha AI API'si bilan LoRa bilan o'qitildi va LoRa bizga shu adapter berdi. Shu o'qitilingan, ya'ni fine tuning qilindi bu yoqda. Shunaqa modelni sinab ko'rdim. O'zbek tilida uyqusiryapti, chunki даже 5 mingta, 100 mingta misol ham даже kam ekan o'zi aslida. Shunaqa, xudo shukr. Mana hozir man sizga aytaman, vaqt oshkorgan vaqt nimadirlar bu uyqusiryapti o'zbek tilida. To'g'irlashga ham harakatim bo'lmadi, chunki resurs menda juda cheklangan, ma'lumotlar kam. O'zbek tiliga ingliz tilidan tarjima qilish yana alohida bitta o'sha funksiya qo'shish kerak. O'zi vaqtim kamligi uchun uni qilib o'tirmadim. Maqsad realniy praktikada sizlarga ko'rsatib berish edi. Shunaqa. Ikki mana bitta o'sha Collab'da jonli chat, уже biz yasagan narsamizni jonli chatda qildik. O'zbek tilida yozdim mana, bugun tish oldirishga oldingizga borsam bo'ladimi deyapman. Shifokor o'zbek tilida uyqusiryapti, nima deganini o'zi bilmasdan faqat shifoqiy uchun mumkin deyapti, lekin ingliz tilida juda ham zo'r ishladi. Hozirga aytaman. Ingliz tilida yozdim. Can I come to you today to get my teeth cleaned? Bugun o'sha tishimni oldirishga, tozalatishga borsam bo'ladimi deyapman. Shifokor aytyapti, no da, I'm here to help you with that. Let me just check your dental history and see if you are due for a cleaning. Oxirida savol deb yana uyqusirashni boshlayapti. Ya'ni mana shu eng minimal fine tuning SFT va LoRa'ni o'qitish ham o'zi aslida man qilayotgan variantdan juda kichkina resurs bo'lgani uchun biza talab qilayotgan natijani hali olmayapmiz. No, atak mana shu joyi menga juda yoqdi. Ya'ni shifokor ingliz tilida yozgandan keyin to'liq ingliz tilida javob beryapti. Tarjimasini ostiga aytaman, bilgan bo'lsanglar ham kerak. Ya'ni men sizga bu borada yordam berish uchun shu yerdaman. Keling, tish tarixingizni tekshirish va tekshirib ko'ray va tozalash kerakmi yo'qmi bilib oling. Menga mana shu qismi yoqdi, chunki haqiqatdan ham o'sha 100 mingta randomniy misollar ishlaganini ko'rsa bo'ladi. Ya'ni nima deyapti? Bemor aytyaptiki, man borsam bo'ladimi oldinga tishimni o'sha tozalatishga, oldirishga deb aytyapti. Bu davay kel mana oldimga, bo'ldi, man nechada kelasan yoki mana shunda yozib qo'yaman demayapti-da. Judayam aqlli yozgan. Ya'ni men sizga bu borada yordam beraman. Keling, tish tarixingizni tekshirib ko'ring, ya'ni o'zi tishingni ko'ring, qayerda nima bo'lganini va tozalash kerakmi yo'qmi bilib olay deyapti. Bu hozir men keyingi mana Figmada o'sha mana shunda aytaman sizga. Judayam menga yoqdi shu javobi. Nimaga desangiz, maqsadimga erishdim deb o'ylayman, aynan fine tuning qilishda. Nima desamki, mana hozirgi mana bu zamonaviy AI chatbotlar, mana shu biznes uchun ishlatiladigan internetda onlayn platformalar millionta AI chatbotlar. Shunda o'zingiz IDingizni yoki nimadir berasiz, nomeringizni yoki o'sha veb-saytingizga ulab qo'yasizmi yoki Instagram yoki Telegram ulab qo'yasiz. Avtomatik ishlab turadi ular, chunki u yerda faqatgina fine tuning emas, u yerda 3 ta asosiy o'sha qatlam bor, 3 ta asosiy instrument bor. Birinchisi bu umumiy LLM, savol-javobga qarab turadigan. Ikkinchisi bu RAG sistem, ya'ni siz tomonidan berilgan kitob yoki Excel qanaqadir ma'lumotlar faktlarni chaqirib berib turadi. Misol, narx-navo asosan raqamlar bilan ishlanadigan bo'lsa, RAG juda ham foydali, chunki uni tez almashtirasiz, чтобы model ishlab turadi, o'zgaruvchanlikka moslashadi. RAG va uchinchisi bu fine tuning va undan keyin yana outputga chiqaradi. Ya'ni fine tuning botda nimani beradiki, mana shu 100 mingta misolni berganimizda bu sizni chatbotingizga, ya'ni AI assistentingizga xarakter qo'shadi. Mana shuni bu yerda ham o'qigandim va AI ham shuni aytyapti. Ya'ni mana hozir ko'rsaman, qanaqa ishlaydi o'zi hozirgi zamonaviy narsalar, lekin biz uni hozir umumiy mana bu yerda o'sha 4-5 xil texnik tomonlarni o'rgandik va praktikada faqatgina fine tuningni ko'rib chiqamiz, lekin realniy AI chatlar bitta fine tuningda emas, 3 ta narsada ishlaydi. Ya'ni
Birinchi qadam kirish so'roq tish og'rig'i uchun narx qancha? Davolash uchun vroде. Kelgan bizada ikkinchi qadamga o'tadi. Rekdan tashqi vektor ma'lumotlar bazasida narxlar, jadvallar, misol uchun narx, tish oldirish narxi nechi pul yoki o'sha klinika soat nechagacha ishlaydi. Misol uchun bilmayman, bir ikkita uchta stomatolog bo'lsa, o'shani qaysi biri bo'sh, qaysi kuni soat nechagacha bo'sh, shunaqa detalniy ma'lumotlarni rakni ichiga joylanadi. Tegishli ma'lumotlarni qidirib, keyin ma'lumot kanal davolash narxi misol uchun mana shunaqa chiqaradi sizga 2025 deylikda. Uchinchi qadam sozlangan fine tuning so'rov kontekst fine tuning qatlami klinika ohangi, ya'ni aynan sizni klinikangizni ohangida, ya'ni xarakterida gapiradi. Buning uchun o'sha 100 mingta o'qitilgan 100 mingta misol bilan o'qitish juda muhim. Ana shunda bu umumiy nima deydi, assistentingizni xarakteri shakllanadi. Shunaqa. Kelgan umumiy dunyo bilaman. Keyin sizga mana chiqaradi. Misol uchun, assalomu alaykum, kanal davolash narxi 700 ming so'm. Shunaqa klinikamizga tekshiruvdan o'tish uchun tashrif buyuring. Bu endi juda qisqa yozib qo'ying, lekin mana narx miqdorini mana reg ichidan oladi. Misol, keyin o'sha soatlarini, vaqtlarini shunaqa detalniy keyin qo'shib ketsa bo'ladi, lekin mana shu umumiy javob berish strukturasi xarakterini fine tuning bilan qilinadi. Bu oddiy mana ChatGPT umumiy bo'lgani uchun uni ixtisoslashtirish kerak, mana shu jarayonga o'xshab. Va bu biza qilganimiz nimaga menga yoqdi deyapman. Mana bu yerda tarjimasi qanday? Bu уже nima deydi? Mana bu bor. So'z esimdan chiqib qoldi. Klinika ohangi professional uslub deganda, ya'ni bu aytdi-ku mana bu joyda men bugun tishimni oldirishga, tozalashga borsam bo'ladimi deganda, bo'ldi, soat mashinada demayapti. Ya'ni aynan men 100 mingta bergan misolim o'qitilgan natijasida bu nima deydi, psixologik chaqiryapti уже, ya'ni mijoz tomonlama o'ylayapti. Misol, bo'ldi, mashinadagi sразу klient chiqdi, soatini aytib, bo'ldi, yonimga kelib pulni yurib olish emas bo'ldi. Maqsad bu, men senga bu borada yordam beraman, keyin o'zi tishingni ko'raylik, qattiqdan nima qilgan. Bu mijoz tomonidan olib qarasa, shu birinchi mijozni nima deydi, foydasi o'ylanyapti, lekin bu уже men o'ylaymanki, misol borsam bo'ladimi tishimni oldirishga deganda, ham bo'ldi, keling soat mashinada degandan ko'ra, keyin tishingni ko'raylik, qatiga nima qilgan, o'zi olish kerakmi, tozalash kerakmi, yo'qmi, shuni bilib oling deyapti. Bu o'ylayman juda ham yaxshi javob berilgan deb o'ylayman. Ну, keling yana nimadir savol beramiz. Misol uchun parod o'qib qolsam bo'ldi. Nima desam ekan? Okay, hozir aytaman. Muz qaymoq yedan so'ng 2 kun avval plomba qilgan tishim og'rib qoldi. Mana shuni savolni berib ko'ramiz. Ish qilib sharmanda qilmasin butun boshli video darsligimni. Nima qilsam bo'ladi? What can I do? Bismillahirrohmanirrohim. Tak, savol yozdik. Hozir bizga javob kelishi kerak. Javob kelmasa videoni qirib qo'yamiz. Bizga 5 ta anu berdi. 5 xil javob berdi. Hozir shuni chiqarib berdi. Ko'ramiz shuni. Nima degan o'zi? Tak. Mana noqulaylikni boshdan kechirayotganingizdan afsusdaman. Agar plomba og'riq keltirayotgan bo'lsa, quyidagi bir nechta amallarni bajarishingiz mumkin.
Buni qarang, retseptsiz beriladigan og'riq qoldiruvchi vositalar, og'riqni boshqarish uchun ibuprofen yoki acetaminofen kabi og'riq qoldiruvchi vositalar qabul qiling. Paketdagi dozalash ko'rsatmalariga amal qiling. Haddan tashqari haroratdan saqlaning. Keyingi bir necha kun davomida muzqaymoq kabi tushunarli. Shunaqa misollar beryapti. Endi bu savol siz berasiz, misol uchun. Buni ham beradi-ku. Misol uchun nima deydi? ChatGPT, DeepSeek'lar beradi-ku. Da to'g'ri beradi, lekin bu yerdagi bizdagi fishka nimada? Mana bu 100 mingta shu misollarda misol buning uchun albatta sizni klinikangizda mana shu ma'lumot tarixi bo'lishi kerak. Shunga qarab nima desam ekan, sizni bemorga javoblaringiz, ya'ni assistentingiz xuddi siz kabi gapirishni boshlaydi. Yana ham osonroq qilib aytsam, misol uchun stomatologingiz bor, siz stomatologsiz. Nafaqat siz o'zingiz real hayotda boshqa stomatolog bilan ajralish xohlaysiz. Sizni AIingiz ham xuddi sizni kloningizni yasash. Shunaqa desak ham bo'ladi. Sizni kloningizni AI assistentga ko'chirib berish. Bu uchun shu mana bu yerdagi bir nechta qatlamlar o'zgaradi. Ya'ni sizni kloningiz, sizni xarakteringiz qoladi, lekin mana narxlar, vaqt, soatlar, lokatsiyalar o'zgarib boradi. Bunda mana shu ikkinchi qadamdagi RAGga qo'shilib boradi. Fine tuning va oxirida umumiy shu LLMdan keyin yana outputga chiqadi. O'ylaymanki, bu juda ham zo'r, menga yoqadi. Endi bu misol uchun AI chatlar biznes uchun internet AI chatlar juda ham ko'p. Misol, men hozir sizga ko'rsatgandan ko'ra bir necha 10 barobar kuchlilari bor, albatta bu aniq, lekin bu bizani darsligimizda hozir misol qanday aytsa, YouTube'da juda ko'p ko'raman. AI orqali qancha daromad qiling deb har xil haypovi videolar chiqadi. Bu unaqa video emasligi uchun, bu asosan o'sha ilmiy bilim olishga va o'rganishga qaratilgan video bo'lgani uchun, darslik bo'lgani uchun mana shunaqa har bitta qismini maydalab o'rganishga harakat qilyapmiz. Xullas shu, ana endi sizlarga yana ko'rsatadiganim, вот mana bu yerda ham o'sha ko'rsatgan, mana sizga ko'rsatib o'tdi. Juda ko'p vaqtim ketgan, mana hozir загрузка bo'layotgan ham rasmga olganman o'zimcha. Men sizlarga hozir aytgan narsam mana shu matndagi informatsiyalar yozilgan va u informatsiya shu kitobni ichida edi. Vizual ko'rsatishga harakat qildim. Foydalanuvchi so'rovi turi, misol uchun AI chatbot oldindan o'qitilgan ilova global bilan umumiy javob. Bu aynan ChatGPT o'shalar javob beradi. Bu albatta bu eng kuchlisi o'sha OpenAI, DeepSeek shular, lekin bu umumiy javob. Mana shu yomon. Nima o'zi nitotsiz. Fine tuning oldindan o'qitilgan LLM soha dataseti boyagi JSON formatdagi model og'irliklarini yangilash natija ixtisoslashgan mutaxassis. То есть sizni kloningiz deylik, misol stomatolog bo'lsangiz, RAG oldindan o'qitilgan bilan tashqi bo'limlar vektor ma'lumotlar bazasidan qidirish. Mana bu vektor ma'lumotlar bazasidan qidirish, bu misol uchun Excel yoki Word yoki PDF formatdagi kitoblaringiz yoki PDF formatdagi o'sha ma'lumotlaringizni bu vektor formatga o'girib informatsiya olinadi. Olingan hujjatlardan kontekstga qo'shish, faktli, manbali javob. Hozirgi mana bu onlayn platformalarda o'sha AI chatlar bizneslar uchun asosan mana shu ikkalovini qo'shib ishlatadi. Uchalovini o'zi asosan. Biz hozir bu darsda faqat fine tuningni o'tdik xolos. Keyin jarayonni RAGni ham o'tamiz, qanaqa qilishni. Asosiylari hozirgi real bizneslarda mana shu ishlatilinadi. Вот, uchalovi. Ikkigini momentda yozganman. Asosiy model, umumiy bilim, LoRa adapteri, boyagi o'qitilgan misollar, natija, professional javob, xotira 80 gigabaytdan 25 gigabaytgacha. Shunaqa. Safety modeli qanday gapirishni o'rgatadi. Uslub, format, mantiq, ya'ni qanaqa gapirishni o'rgatadi. Mana bu chiqdi-ku, mana shunaqa misol uchun
maslahatlar berish, esingizda bo'lsin, stomatologning tavsiyasiga amal qilish juda muhim. Ularning muammoni hal qilish uchun qo'shimcha davolash usullarini tavsiya qilishlari mumkin. Вот. Ну, menga yoqdi shu. Так. Rak modeli nima deyishni o'rgatadi? Faktlar, yangiliklar, narxlar. Shuning uchun biz Safety Laura'ni tanladik. Bu modelni stomatologiya mutaxassisi uslubida gapirishga o'rgatish uchun eng to'g'ri va tejamkor yo'l edi. Mana shu boyagi Google Colab'da man qilganim. No, kelajakda misol narxlarni jadvalni o'zgartirish kerak bo'lsa, bu yerda rek qo'shish kerak. Men hali rek qo'shmadim, chunki kitobdagi o'sha darsligimiz hali unga yetib kelmagani uchun. O'zi ishlayapti hammasi. Qachon kerak klinikaga hozir virtual assistent yaratmoqchisiz? Holat. Bemor tez-tez takrorlanadigan savollar bersa, klinika uslubida rasmiy do'stona javob berish kerak bo'lsa, 27 ga to'g'ri avtomatik javob beruvchi shunaqa. Bu veb sayt yoki Telegram bot orqali mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Mana shu Google Colab degan narsani ham o'sha Telegramingizga yoki veb saytingizga ulab qo'yasiz, misol keyinchalik ham. Real biznes misolida vazifa umumiy savollarga javob berish, ish vaqti, manzili. Bunaqa vaqtda nima qachon mana shu fine-tuning kerak yoki kerak emasligi aytyapti bu yerda. Misol umumiy savollarga javob berish uchun kerak emas. Oddiy prompt yoki rak yetarli. Oddiy prompt bu o'sha oddiy OpenAIni API'sini ulab qo'yasiz, unga просто prompt yozib qo'yasiz, faqatgina shu savollarga javob berdi, bo'ldi. Professional klinika uslubida javob berish kerak bo'lsa, da bu yerda уже kerak. Mana shunday model o'z uslubingizda gapirishga o'rgatadi modelni. Stomatologik muammolarni tushunish, pulsiv gingivit nima implantatsiya. Mana shunaqa terminlar, sohani tushunish kerak bo'lganda da kerak deyapti. Model sohaga oid atamalarni o'rganadi. Mana Laura bizga adapter berdi-ku, mana shu o'qitilgandan keyin mana shu sohaga oid atamalarni o'qitib keyin bizga adapter beradi va shuni ishlatamiz degani. Narx va jadvallarni aytishda kerak emas, bu uchun rek kerak. Murakkab vazifa, masalan, og'riqni 1 dan 10 oralig'ida baholangan 3 ta variant taklif qiling. Bu borada kerak. Bu mana boyagi xuddi 5 ta tavsiya beryapti, oxirida mana kirish qismi boshida salomlashib, keyin tavsiya berib, keyin oxirida yana o'zing ehtiyot qilgin degandek javob berib ketyapti. Nimaga o'zbek tilida bu hali uyqusirayapti? Chunki bunga yana qo'shimcha o'sha texnik funksiyalar qo'shish kerak, что o'zbek tilida javob bergan, unaqaga endi unga hozir vaqtim bo'lmagani uchun sraz ingliz tilida ketdi hammasi. И вот. Hozir siz qilgan fine-tuning stomatologiya chatboti uchun kerak, chunki modelni klinika uslubida gapirishga o'rgatadi, stomatologik atama va jarayonlarni tushunishga yordam beradi, bemorlarga professional va ishonchli javob beradi. Ya'ni mana shu professional va ishonchli degani haqiqatan mana shu degan yuqoridagi javobiga men ishondim. Misol, men san oldinga boraymi desa, bo'ldi kel deyish bilan san oldinga boraymi tishim o'sha og'riyapti desa, keyin men ko'ray tishimga nima qildi, qanaqa уже, ya'ni chatni o'zida уже mijoz haqida qayg'urib ketdi. Mana shunisi menga yoqdi to'g'risi. Bemorlarga tak. Lekin narxlar, jadvallar kabi o'zgaruvchilar uchun albatta rak kerak. И вот. Bugun bizni o'rganadigan narsa mana shu edi. Menimcha bu video sal qisqaroq bo'ldi. Chunki men bunaqa har bitta etabini sizga yozib, ran qilib o'tirmadim. Buni keyin o'zingiz ham Googledan, YouTubedan ko'ra olasiz. Shunaqa mana shu kodlarni mana bu yerdagi o'sha vizual mana prezentatsiyani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kimgadir keyinchalik bir kelajakda qiziq bo'lsa. Shunaqa. Keyin mana bu kitobni ham okey tashlab qo'yaman tarjimasi bilan. Shunaqa. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz mana shu edi. Xudo xolisa tez kunda yana keyingi darsimiz chiqib qolishiga umid qilaman.